Assalomu alaykum hammaga. Modda mol miqdori o'tdik endi. Modda massasi gram, hajm normal sharoitga bog'liqligini o'tamiz. Normal sharoit har doim bu 22.4 olinadi. Har doim. Masalan, shu bir mollik o'rniga 22.4 qo'yib ketasiz. Avvalgi mavzuyimizda masalan bir mol qo'yib ketdik-ku. Mol modda miqdori sizlarga oson misollarni ko'rsatdim. Eng oson misollar. Mega kimyodagi. Xudo xolasa keyingi mavzularda murakkablashtirilgan mol modda miqdori misollarini ko'rsatib tushuntirib yetishga harakat qilaman. Bugun normal sharoit 71-misolga qaraymiz. Agar normal sharoitda 3,2 gram gaz 2,24 litr hajmni egallasa, shu gazning nisbiy molekulyar massasini aniqlang debdi. Boshladik mana. 71-misol. 3,2 gram 2 gram 2,24 litr bo'lsa debdi. 22,4 x tushundinglar? Shunda 32 gram chiqadi. Keyingi misol 72-misolga qaraylik. Agar normal sharoitda 2,8 gram gaz 2,24 litrni hajmni egallasa, xuddi tepadagi misolga o'xshash. Masalan, bunda xuddi shunday qilamiz. 2,8 gram 2,8 gram 22,4 bo'lsa, 2,24 x. Bu yerda ham xuddi 28 chiqadi. 28 javob chiqadi. Bu yerda endi agar normal sharoitda 6,4 gram gaz aniqlang debdi. Gaz 4,8 litr hajm. Bu yerda ham xuddi shunday qilamiz. 6,4 22,4 bo'lsa 4,8 x qilamiz. Gittik. 6,4 gram 4 gram 4,8 bo'lsa 22,4 x bo'ladi. Shunda javob 2 chiqadi. Normal sharoitga ham tushunmadinglar. Bu mega kimyodagi hali oson misollar. Sizlarga hali boshqa kitoblar ham bor. O'shalardan keyingi darslarda misollar qilib sizlarga tushuntiraman. Hammaga rahmat.